Dasturimizda yana mehmonlarimiz bor. Studiyamiz to'la mehmon, samimiy insonlar studiyamizda ishtirok etishmoqda. Xushovoz xonandamiz, xushnafas ijodkor, ko'pchiligimiz yaxshi taniymiz. Habibullo Ro'zmetov hamda ularning yonlarida, ularning jamoalarida biz ayta olamiz. To'g'ri emasmi? Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar yaxshi. Bugun endi mana qo'shiqlar ham, qolaversa studiyani bezab turgan mana bunday qo'l ishi mehnatlari ham aynan jamoa a'zolari tomonidan bizga taqdim qilindi va studiyani bezab turibdi. Hamma narsa tayyor, ana endi suhbatlarni boshlasak bo'ladi. Xush kelibsizlar yana bir bora. Assalomu alaykum. Xo'sh, qanday yangiliklar bilan tashrif buyurdingiz? Endi biz bugun Xiva tuman madaniyat bo'limi 40-sonli yuksalish madaniyat markazi xodimlari bilan, ijodiy xodimlar bilan keldik. Umid opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling. Salomat bo'ling. Mana bugun qo'l mehnatlari, o'quvchilarning ishlari bilan tashrif buyuribsiz va chiroyli bezaklar studiyaga o'zgacha ko'rk bag'ishlayapti. Xush kelibsiz yana bir bora. Kayfiyatlar juda ham a'lo darajada. Dasturimiz boshlangandan beri tabassum bilan o'tiribdilarda, chunki baribir hamma o'zini qilgan mehnatini yurtdoshlarimizga taqdim qilsa, namoyon eta olsa, bundan baxt topadi, samimiylik, yaxshi kayfiyat ulashib oladi degan umiddamiz. To'g'ri emasmi? Ha, albatta. Avvalambor shu biza 40-sonli yuksalish madaniyat markazi jamoasi birgalikda keldik. Shu bizani markazimizda mashg'ulotlarimiz to'garaklarimiz ishlab turibdi. Rubob to'garaki, tikuvchilik to'garaki, nutq madaniyatidan ifodali o'qish bo'yicha. Yoshlarimizni qiziqishlari yaxshi, ularni bo'sh paytlardan unumli foydalanishlari uchun biz qo'limizdan kelganicha sharoit yaratib berib turibmiz. Bugun o'quvchingizni ham olib kelgansiz, o'zingiz? O'quvchimni ham olib keldim. Qizimizdan nima eshitamiz? Qizimizdan she'r eshitamiz. Marhamat. O'zingizni tanishtirasiz avvalo. Xush kelibsiz. Mening ismim Shuhrat va Marjona, 26-maktabda 5-A sinfda o'qiyman. Men hozir 40-sonli madaniyat markazining tikuvchilik to'garagi a'zosiman. Haq yo'lida kim senga bir harf o'rgatmish ranjila, aylamak bo'lmas ado, oning haqqini yuzgan jila. Yasha. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Va Bu isbotlangan faxt bu sanaladi. qo'l ishlari o'quvchilarning ishlari, to'g'rimi? Albatta, bu qo'l ishlar o'quvchilarimizning ishlari. Qovun sayli boshlanadi. Shuna tayyorgarlik ko'rib, qovun maketini yasab turibmiz. Qo'limizdan kelgancha shu yoshlari maqsadimiz shularni bo'sh vaqtdan unumli foydalanishlarini ta'minlash. Qo'yaxon yuqorida aytib o'tdingiz, hozir lavha taqdimotidan keyin biz ajoyib tarona tinglaymiz dedingiz. Endi buni yurtdoshlarimizga taqdim qilmasak bo'lmaydi, chunki o'zbek xalqi borki, san'atni juda ham yaxshi ko'radi, hurmat qiladi, doimo uni tinglashga harakat qiladi, to'g'ri emasmi? 4-5 ta kishi bitta joyga yig'ilsa, u yerda albatta ikkitasi san'atkor bo'ladi. Bittasi doirachi bo'lsa, bittasi qo'lda soz bilan qo'shiq aytadigan san'atkor bo'ladi. Shunday degandek, biz ham studiyada mana jamoa a'zolarini ko'ryapmiz. Qo'shqanot jurnavozlar bilan birga tashrif buyurgan xonandamizdan demak biz chiroyli tarona qabul qilib olamiz. Adashmasak tayyorsiz, marhamat. Birram qilib so'rmadi alnini nechuk deb, u avrazi gulguz. Yuzvada berib birga vafo aylamadi-ku, bu va'dasi yolg'on. Yuzvada berib birga vafo aylamadi-ku, bu va'dasi yolg'on. Mana shunday jonli ijro, sokinlik insonga yetishmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Endi jonli ijroni baribir mazasi boshqacha, uni tinglashni o'zini ham bir gashti bor. Sevinchbek, rahmat. Soz suhbat o'z o'rnida bo'lsin, keling biz yana bitta jonli ijro tinglasak. Ayni mana shu iqtidorli o'quvchilar tashrif buyurgan bugun ko'rsatuvimizga ishtirok etmoqdalar va ular orasida Aslbek Yo'ldoshev ham borlar. Xush kelibsiz. Endi bugun bizga o'zgacha tayyorgarlik bilan, taraddud bilan keldingiz. Bundan xabarimiz bor. Xo'sh, keling dastavval shundan boshlasak. Bizga jonli ijroda opera yo'nalishida qo'shiq kuylab bermoqchisiz. Eshitamizmi? Tayyormisiz? Dolce amor bendato di o non mi far più sospirar, non mi far più sospirar. Ey, yaxshi.
Aziz yurtdoshlar, dasturimiz davom qilar ekan. Biz yana samimiy suhbatlarga kirsak bo'ladi. Yuqorida bizga ajoyib taronani taqdim qilgan studiyamiz mehmoni Sevinchbek. Xush kelibsiz yana bir bora. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Endi faoliyatingizga to'xtaladigan bo'lsak, siz ham to'garak rahbarisiz, aynan rubobdan dars berasiz, adashmasak, to'g'rimi? Qanday ketyapti? Yoz bo'lishiga qaramasdan mashg'ulotlar menimcha davom etyapti. Ha, yoz bo'lishiga qaramasdan mashg'ulotlarimiz Irjinda zo'r bo'lib turibdi. Bolalar bilan tayyorlanish hammasi yaxshi, Xudo xolasa. Mana shu Xudo xolasa oldimizda bo'lib o'tadigan konsertlar ham tayyorgarlik Irjinda, Xiva madaniyat bo'limi boshlig'i Islom aka Sabirov boshlig'ida Xudo xolasa tayyorgarlik zo'r bo'lib turibdi. Yangiliklar bo'lyaptimi? Xudo xolasa zo'r bo'lib turibdi. Omad tilaymiz. Endi yangiliklar bor deb aytib o'tdilar. Endi bevosita konsertni o'zida ko'ramiz degan umiddamiz. Nomi ketgan butun yurta jahona. Ta'rifini ko'z qilay har yana. Go'zallikda tengi yo'qdir bir dona, biruniga sayqal bergan juryonim. Juryanımni bağı alma enallı. Kızlar va birbirinden ibalı. Sözlegen sözleri bal dim mazalı. Mehmon bolup barın bizni juryana. Rahmat, albatta boramiz. Boramiz. Juryon nonidan tatib ko'rdik. Xush Bugun borsak bo'ladimi? Bo'ladi. Hamma birgalikda yaxshi taronani yaxshi ijodkorimizdan tinglaymiz. Her dam bana yüz cefa bulursan, her dam bana yüz cefa bulursan, min dert kemip talak bulursan, min dert kemip talak bulursan, katlımga kılıp gözün cellat, katlımga kılıp gözün cellat, kastımga kaşın ya kılırsan, katlımga kaşın ya kılırsan. Salomat Habibullo bo'ling. Ro'zmetov ijrosida chiroyli qo'shiqni tingladik va keling endi yana faoliyat haqida biroz to'xtalib o'tsak. Mana shunday ustozlarning ovozini, ijodlarini eshitib, Albatta. tinglab, shogirdlar, o'quvchilar soni juda ham ko'payadi. Chunki ustozlarga havas qilgan har bir shogird, har bir o'quvchi aynan ustoz shogird an'anasini davom qildirgan holatda eng yaxshi ustozlardan saboq olishni baribir niyat qiladi. Endi yana bir narsani aytib o'tsak, mana Ravshanbek ustozimiz akademiyada banda o'quvchimiz Farruxbek, Safarboyev Farruxbek ham o'zlarimizni shu markazimizda to'garak a'zosi hisoblanadi. Shu yoshligidan kelib mana yanimizda daira chalib o'tiribdi. Biz ham undan albatta xursand bo'lamiz. Shunday musiqa bo'lgan qiziqishlari katta, lekin o'zi tibbiyot sohasida. Ha, tibbiyot sohasida. Tibbiyot sohasida bo'lishidan qaramasdan mana daira chalib yanimizda San'atga qiziqadi. san'atga qiziqib to'garakimiz a'zosi. Yana bir bora barchangizga tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Erta tongdan vaqtlaringiz ayamasdan dasturimizda ko'tarinki kayfiyat bilan ishtirok etganingiz uchun barchangizga samimiy rahmatlarimizni aytamiz va faqat omad muvaffaqiyatlar tilab qolamiz barchangizga. Aynan barcha o'quvchilarimizga minnatdorlik bildiramiz. Akordeon sozda ham mana ustozimiz bugun tashrif buyurganlar. Ularni ham faoliyatiga omad tilaymiz. Izdoshlar ko'payaversin. Ustoz shogird an'anasi chiroyli tarzda davom etishiga biz tilakdoshmiz va mana shunday qo'l ishlari, chiroyli mehnatlarni qilayotgan qizlarimizga ham omad tilaymiz. Salomat bo'ling. Dastur so'ngi uchun Xushvoz xonandamiz Lazgi uchun tayyorgarlik ko'rib turasiz. Biz esa xayrlashib olamiz. Albatta, efir soatlari ha demay, mana yakuniga yetish arafasida yuqorida biz endigina assalomu alaykum deya yuzlanayotgan edik sizga va hash-pash deguncha yaqin 1,5 soat vaqt o'tib ketibdi va chiroyli suhbatlar, unutilmas bir chiroyli bir dastur bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz va bugungi ko'rsatuvdagi ishtirok etgan barcha mehmonlarimizga minnatdorlik bildiramiz. Shu o'rinda bizni tomosha qilgan, qimmatli vaqtni ayamasdan oila davrasida o'tirib bizni ko'rsatuvimizga hamroh bo'lgan yurtdoshlarimizga minnatdorlik bildiramiz. Hiç tarzım indi, seni izleyebilirme. Hayalman bir kuşmanla özümle bilerme. Kamumradım berdik, ben özünden dilermen. Devana meşrebinmen, iş kötüne yanarman. Pervana dik kuttan özünü ayırsam olmaz. Kara göz boy boy boy, kara göz boy boy. Kara göz gel beri, kara göz gel beri.